Bir yolg'ishsang. Fizaliya Davlatgaraeva. Olmashvar yıldızı Shishmaning solqin suvin ishib tuysa da, Ahmadjon yo'lin davom etarga oshiqmadi. Kimnidir kutganday Shishma bo'yinda bosib tura berdi. Kolxoz turmushining borliq og'irlig'in o'z yelkasida to'ygancha totigan oriq oti biroz tinchlik deganga siyinganday uzun yolin shiramga tegiza yozib ulan shimshiy boshladi. Yash yigitning ko'ngil holatin sezganday suv bo'yindagi tollarda qushlar tibiralib sayray. Alla ular da Ahmadjonning yurak sirin bilamikan. Tili bilan aytirga qiyulig'i yetmagan suyu sirlarin Ahmadjon suyuklisine qushlar jiri bilan shisha olsa ekan. Yo'q shul. Aliga G'azizasini shitdan qarab siqlanuvdan boshqa qiyulig'i yetmay yigitning. Ahmadjon tag'in Shishmaga tisha turgan so'qmoqqa ko'z soldi. G'azizaning birozdan suvga tishasine shiyga yo'q. Boya ileri yanından uzganda eshik oldinda shilak tovushi eshitilib qoldi. Shundan da tezdan Shishma so'qmog'inda Salu qizzini ko'rindi. G'azizasin tanib, yigitning yuragi tatlı sulqildab qo'ydi. Ahmadjon qizning o'zine ko'rinmishigina go'zalkayni kuzatirga bik yarata. Onun tabiiy ixlosligina, mulayimligina soqlana. G'azizaning Ahmadjonni tusmirlab olib, bit ushlarına qizillik yigiruvin ko'ruda yigitning ko'nglina lazzat tushdi. Yaqinlashib kelgan qizni uyaltmas uchun Ahmadjon uni ko'rmamishga solishib, orti bilan burilib bosdi da, ko'pdan ishib to'ygan otin qistarga kirishdi. Ayda endi boqboy, tezroq ish ketarga vaqt. G'aziza Shishma bo'yindagi yigitni ko'rib, odatdagicha jingilcha qizarindi. Shulayda oshiq yuz bilan salom bererga qiyulig'i yetdi. "Isanmi Ahmadjon abay? Otishirasingmi?" Ahmadjon so'ng'arada tuban Shishmasining suvin bik yesh o'zitganin otini amladi. "Ayi shol, G'aziza. Ana bit, ayirib topilmish Shishmagizdan. Alla suvig'iz ishiy, alla qizlarig'iz." O'zi to'rinda so'z barganini angladimi, yo'qmi? Aqlli hayvon tanishqina ulan shimshaniwan davom etdi. G'azizani bu shoyartu tog'indan g'iraq qizartdi. Hatto uyaluvin yashirirga tilabmi, ko'k shashaklar tishgan yifak yovlig'in dizatkalab qo'ydi. Yigit uni so'zsizgina kuzatgan arada o'zi tikkan bola itakli ko'lmagin bir qo'li bilan jiya tishib, nishka bilin yeb, shilaklarin Shishma ulag'ina qo'ydi. Yelganda uzun tilimindagi shulpular shinglovi Shishma jirina qo'shildi. Qiz zifa inglarindagi zangar kiyantasini mildirama to'la shilaklarin ildi da qaytirga yo'naldi. Ahmadjon uni bulay tezgina jibarasi kelmisha, otin yiganindən tutib qizning yo'lin bo'ldi. "G'aziza deyim." G'aziza sirmali kirpiklarin ko'tarib yigitning ko'zlarina qaradi. Ahmadjonning ovuzi kipti. Aytir so'zlari alla qo'ya bo'ldi. Bari tek shoqqina eshitirlik etib pishildig'ini oldi. "G'aziza,